Mazkur tashabbus yoshlar ongini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasidagi navbatdagi muhim qadam bo'ldi. Namangan tuman madaniyat markazida o'tkazilgan marosimda tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi, Milliy gvardiya vakillari hamda o'quvchilarning ota-onalari ishtirok etib, Jasorat maktabining ahamiyati haqida to'xtaldilar. Unda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda intizom, mas'uliyat, qat'iyat kabi fazilatlarni shakllantirish mamlakatimiz taraqqiyotida muhim o'rin tutishini ta'kidladilar. Tuman bo'yicha 200 nafarga yaqin o'quvchi ariza topshirgan bo'lsa, shundan 26 nafar iqtidorli va tashabbuskor yoshlar saralab olindi. Endilikda ular 41 umumta'lim maktabida tashkil etilgan harbiylikka ixtisoslashgan sinflarda o'qishni davom ettirishmoqda. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Bugun men Jasorat maktab o'quvchisi bo'lish baxtiga muyassar bo'ldim. Ayni damda men va safdoshlarim bugun tantanali ravishda va'da berdik. Biz kelajakda buyuk ajdodlarimiz Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Muhammad Bobur singari mard va jasur dovyurak farzand bo'lishni, To'maris kabi vatanga sadoqatli, vatanparvar inson bo'lib yetishini o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Kelgusida oliy harbiy o'quv yurtlarida o'qib, qurolli kuchlar safida xizmat qilishga, O'zbekistonga va prezidentimizga munosib farzand bo'lib yetishga va'da beramiz. Zero yurt yoshlaridan umidvor, bizlar yurtga poydevor bo'lamiz. Shuningdek, Jasorat maktablari faoliyatini samarali tashkil etish, maxsus sinflarni zarur vositalar bilan jihozlash va harbiy o'quv qurollari bilan ta'minlash uchun 150 million so'm mablag' ajratilib, uning evaziga yangi sinflar, zamonaviy o'quv uslubiy jihozlar, amaliy mashg'ulotlar uchun qurollar va texnik vositalar bilan ta'minlanmoqda. Natijada yoshlar nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni ham egallash imkoniga ega bo'ladilar. Marosimda ota-onalarning quvonchi ham beqiyos bo'ldi. Farzandlarining Jasorat maktablari sinfiga qabul qilinishi ularda g'urur va iftixor tuyg'usini uyg'otdi. Farzandim vatanimizga himoyachi bo'lish qadamda turibdi. Men bundan juda ham hayajondaman. Farzandim qatori. Mana shu farzandimga kelajakda omadli, mana shu yurtimizga sodiq inson bo'lib yetishini tilab qolaman. Prezidentimiz ham ancha bizga sharoitlar qilib berdi. Mana bu yil ochilgan Jasorat maktabimiz ham juda tantanali ochildi. Bunda sharoitlarimiz juda ham yaxshi. Prezidentimizga katta minnatdorchilik bildiraman. Bugun biz mana shu yerga yig'ilishimizning boisi mana shu farzandim hozirgina qasamyod ichdi. Mana shu qasamyodini oxirigacha oqlashga ishonch bildiraman. Xudo xolasa qolgan o'quvchilarga ham hamisha omad tilayman. Endi o'quvchilar oldida mas'uliyatli, shu bilan birga sharafli yo'l turibdi, chunki ular 7 yil davomida tajribali ustozlar va harbiy mutaxassislar qo'l ostida bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirib, hayotiy saboqlarga ega bo'ladilar. Bu esa nafaqat o'quvchilarning intellektual va jismoniy salohiyatini oshiradi, balki ularning qalbida vatanga muhabbat, milliy g'urur va mas'uliyat tuyg'usini yanada mustahkamlaydi.